Qadrli tuqqanlar, ko'rayotganingizdek, bu inimiz İrfan. İrfan. O'zinglar taniydigan, sizlar davomli suhbatlarni ko'rib turadigan İrfan. Bu yoq bo'lsa, inim Mahmudjon. Shu Erdembag cho'ng shirkatining ichimlik va shu oshxona tetitqo mahsulotlarining xo'jayini. Sizlarga tunishtirib o'tgan bu ikki yigit to'g'risida yaqindan beri bas paranglar bak aynib ketdi. Məndə bir tarafdan bularga bir akı buluş yo'lam. İkincisi Mahmudjonninki ishlab chiqargan ichimlik turlariga obraz vakili bo'lish suhbatim bilan bu bo'layotgan uşaq ichpushlarga ziddiy to'qinishlarga endi guanjo qilib turma ancha-muncha. Bu yo'q bir parang bag'an sira aynib cho'ng ziddiyatni keltirib chiqaradigan ish bo'lmasin. Maj yigitmi o'ziga tushliq tor sohasida qiziqib ko'radigan bir tor cho'lpini deymiz. Mahmudjon bo'lsa 100 tapqan cho'ng Erdembag shirkatining vakili. Bunday bo'lgandan keyin bu ikkisilik o'tirisidagi bu uşaq parangdan aynigan ziddiyat bag'an sir ko'payib ma'lum darajada ich pushig'i paydo qilyapti. Shuni ichim siqilib, ikkininglar bugun mishaga mening ishxonamga kelsanglar deyishimdagi sabab shu. Men ishkinlar deydigan gap nima desa, yaqindan beri sizlar bilasizlar. Tahi yaqinda shu go'zal tor muhiti barpo qilish to'g'risida cho'ng yig'in ochildi. Sizlar tor bilan shug'ullanayotgan bolalar cho'qim aniq bilasizlar. Buni ichida shu tor yuzida o'zaro suhbatlashganda, son o'xshash PK qilganda yoki tor yuzida ishbalik elib borgan vaqtida bevosita qilganda nihoyat adab bilan, axloq bilan an'anasidan chiqib ketmagan, g'olqib ketmagan ahvol ostida bir-biriga pozitsiyani to'g'rilab, adab axloq bilan so'zlashish, bir-biriga hurmat, izzat bildirish to'g'risida parang bo'ladi albatta. Shunga oldi bilan men shu ishga ko'ngil bo'lib, ishkanini chaqirib akilib, bu paranglarni ishkanlar asosi markazichi bu. Mahmudjon uni dedi. Şunu bu bağın sırı aynıp gityapti. Belkim sizning ishingizga tushib qoldi bu ish to'g'ri. Miya kelib bu ishni bir hal qilib o'taylik. Bu paranglar aynimisin. Shu tinch, aman, adab, axloqli, go'zal to'r muhit barpo qilishga hammamiz o'qigan, uqqan odamlar, to'rni tushunadigan odamlar, siyosatni tushunadigan odamlar bir kishilikdan o'zimizning to'psini qo'shsak, bunda paranglar biz endi agashmasak, bunda paranglarni biz paydo qilmasak deb bir suhbatlashay deb keldim. Sen baydan beri paranglashdik. Kichik bo'lgandan keyin bo'lib bu to'r yuzida sen davomli qil. Bizmi akanga o'xshash, boshqalar qiziqqanga o'xshash diqqat qilib turmiz sen. Sening balkim o'zingning ishingda bir yaratgan obrazing bo'lishi mumkin to'rda. Ammo so'zga taxmin diqqat qilsang, meni deydiganim, sen o'zingga ergashgan nurg'un odamlarni texmo o'zingniki bularni axloqliq, adablik, shunda bir-biriga mehr, muhabbatlik odamlardan qilib tarbiyalashga o'zingning kuching chiqasan. Tex yaxshi. Endi yana birsi shu mojito ichimligi bu to'g'risida bo'layotgan ziddiy to'qinishni bugun men bir shayda bir akamning o'rnida turib bu parang bo'lmasa bundan keyin senmi Mahmudjon akanga o'zingga tegishli fikringni desang, Mahmudjondanmi ketgan yerlar bo'lsa, bumi o'zining tegishli fikrini desa, mushuni bir shayda bu daftarni yepib olsak, bir muncha ahvoldan bexabar kishilarimizdan qaymoqib, har xil fikr qilib, bu fikr eqimini boshqa bir taraflarga burab, bizga avojliq tug'dimsa deb nima qilaman-da. Mahmudjon ochig'ida mening bilishimcha 5 million to'lam tulsin. Bizning inovat obro'yimizga ta'sir yetkazgan bo'g'ashqa degan fikrni qilganini bilaman. 5 million pul qonuniy jihatdan
o etirafga erişemdi erişmemdi o keyinki gap. Lekin Mahmutcanның balkim senin iş hareketleringga so'z iboralaringga bo'lgan bir pozitsiyasi bo'lishi mumkin, ochiq kelgan bo'lishi mumkin. Shunga ikki kanalım şeyde bir kichkina suhbatimda mush ishni hal qilib o'taylik. Xalq ichidagi bu iç pushig'i tugasin. Hammasi sana ko'ngil bildi Alloh. Mahmutcanga ko'ngil bildi Alloh. Mahmutcan o'zininki cho'ng ardambaq shirkatning vakil bo'lish sifati bilan kang qo'saqliq, mehr muhabbat deganni tashviq qilayotgan odam. Mushunga qaratasan bir o'zining fikrini degina. Endi aka men bu ishida hech qanday maqsadsiz qilgan bu ishni. Endi ashta bo'lgan ekan tuyuqsizlan 5 million degankin bu nima bu tegdi bu. Shuning bilan bu achchig'imni bisib ololmay Mahmutjon akamni uni deb qo'ygan yerim bor. Endi men bu tugisgan deyman-da bu ishni. Sening Men ishing uni pek pishim mag'irdi. Ne basam o'sha 5 milliondan ishi. Endi shunga izib achchig'imni deb qo'ygan gapimni xapama. Men endi mendim ketgan yeri bor, endi sal ashurayotgan yerim bor. Endi chin ko'nglimni kechirim so'rayman. Shu. Endi mening bilishimcha sen shu to'rda yaratgan shu obrazingni yo'qotib qo'ymaslik uchun shunday qattiqroq gapni qilib ko'ndirib qo'yding sen fansizlarni. Shunga balkim shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Yaxshi o'zingizki akaning o'rnida kechirim so'rag'ini to'g'ri. Menimcha bir sen ukam o'zingning bir ifodasini bildirgin. Ko'rmanlar sizlarga ko'ngil bo'layotganlar anglasın. Bo'ldi aka, endi siz bizga ustoz yo'lliq, aka yo'lliq. Endi nima bizning shirkatniki obraz vakili. Mayli obraz vakili bo'lmagan taqdirda biz siz endi bunda olib kelib bizni nasihat qilib qolsangiz biz cho'qim uni bejonil o'rinlaymiz endi. Nima qilganda sizning gapingizni yirsak bo'lmaydi. Endi men bu ishni qilayotgan hali bo'lgan ekan, bir necha yil bo'ldi. Nurg'a ajallarim singan bo'lgan ekan. Endi oyada bizning mavjud ishchimizning dafsab qilgan ekan, mening misal merom chiqib, men misal aldirang'u qilib qo'yibdim aka. Shunga men shamcha to'lsin deb endi ba'zi gapni qildim. Endi ko'z qarashini deb apon so'rdi. Qag'inamda boshqa gapim yo'q. Sizga rahmat akandim şey akilib bizni. Endi hisobda bu ishni sizlar bevosita munosabat yo'q. Shuna bo'lsa endi to'xtabdi. Men shu bolalarni akilib ish shu bir talash-tashim tugitay deb siz rahmat aka, baxo'sh bo'ldim. Mening ishim shunchalik pushug'liq endi bu ish jabr bo'lib qoldi deb. Bo'ldi, masala yo'q aka, siz gapingizni anglaymiz. Bugun mishada bu ishni chiroyli tugitib, yepib, endi bizmi boshqa amma ishni to'xtatib bir ishga bo'ldi, buning masala yo'q. Xo'p. Mana shunchalik bir yuz xotir qilganingizga rahmat. Men Abdulla Abduriyev, sizlarning naqshchi balanglar. Menmi shu jamiyatning tinch, xotirjam, ittifoq taraqqiyotiga bir kishilik hissa qo'shman deb yurgan odam. Shunga hammamiz huquqmishlik odamlar to'g'ri kirib bir ishni tahlil qilish iqtidori bor odamlar hammasi odatda huquqmishlik odamlar deb hisoblayman. Shunga ortiq gapning hojati yo'q. Bu paranglarni ishada tugatsanglar deb tavsiya qilma. Sana rahmat. Hamisa Mahmutjon, sana rahmat qil. Bundan keyin hammamiz o'z ishimizni o'z yo'limizda davomlashtiraylik. Bir-birimizga daxl ta'ruz qiladigan parang ish harakatlarda bo'lmasa deb shunda ishga chaqirib avar qildim. Yaqin.